Mana YouTube kanalimizdan Gender avtomobilimiz keldi. Bunga 3-pokoleniya metan ekan. Endilikda 4-pokoleniya propan polni yechib tashab, idealni qilib propan uстановка qilib beramiz. Og'a, bizni qayerda ko'rib keldingiz? YouTube'danmi? Ishonch cho'tki bo'lyaptimi ishlar? Vallahi, abdishir. Bu tomonda ham Malibu avtomobilimiz bor. Ahamiyatli qo'shlar, bunga 4 plus jihozi bilan jihozlab beryapmiz. Ya'ni propan uстановка qilib beryapmiz. Qanaqa komplektlar yig'ilgani qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib, va yana davomi bor. Xperia Barracuda eng qimmat farsumkalardan biri va Alex miyalardan cho'tki qilib eng kam benzinga foizga ishlaydiganiga ahamiyat berib qo'ysa, har kuni eng kamida bitta ikkita Malibu uстановка qilyapmiz. Sizga agar narx qiziqmasa, past raqam olamiz. Sirdaryo metanga 24 ga 7. Ahamiyat berib qo'ysak, uchatlar ham cho'tki. Obuna bo'lishni unutmang. Obunachilar uchun mega skidkalarimiz davom etmoqda.